Birinchi savol. Dabbatul ard haqida. Naml surasining 82-oyatida aytilgan yerdan chiqadigan hayvon haqida bir oz ma'lumot bersangiz. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Savolda zikr qilingan hayvon Dabbatul ard deb ataladi. Qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lgan dobba jonivor haqida Naml surasida bir oyat bor. Alloh taolo o'sha oyatda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz. U ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyat karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z, qiyomat azobi tushishi chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon ham qiyomatning alomatlaridan biri ekani, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqtda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hofiz Ibn Kasir bu jonivor oxirgi zamonda odamlar fasodga berilganda, Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi deganlar. An Huzayfa ibn Asid al-Ghifari qol: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات. رواه أحمد. إمام أحمد بن حنبل Huzayfa ibn Usayd al-Ghifari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam 10 belgini ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib, yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. An Abdullah ibn Amr qol: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman: qiyomatning birinchi alomatlaridan quyoshning mag'ribidan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning chiqishidir. Bunisi choshgoh paytida bo'ladi. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim rivoyat qilgan. Shu bilan birga muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini, ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini, ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun ularga e'tibor bermaslik lozimligini ta'kidlaydilar. Qur'oni Karimda
va sahih hadislarda kelgan xabarlar bilan kifoyalanish eng yaxshi ish. Qolgani esa faqat Alloh taolo biladigan g'ayb ilmidir. Qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida, biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz. Bu jonivor oyatda dobba deb aytilgan. Dobba yer yuzida asta yuruvchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi? 2, 4 yoki 8 sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi? Farqi yo'q. Diniy adabiyotimizda ham bu jonivor Dabbatul ard nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi va u ularga, albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Dabbatul ardni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishini Alloh taoloning o'zi biladi. Dobba immo ishora bilan tushuntiradimi? Hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi? Yoki insonlar uni tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Birov bu haqida hech narsa bilmaydi. Vallohu a'lam.